Jizzaxda avtokross bo'yicha O'zbekiston Kubogi bahslarining hal qiluvchi ikkinchi bosqich bellashuvlari bo'lib o'tdi. Ishqibozlar Navro'zbuloq trassasida 2 kun davomida 4 ta rusumdagi avtomobillar poygasiga guvoh bo'lishdi. Joriy yilning 14-16 fevral kunlari Samarqand mezbonligida o'tgan avtokross bo'yicha O'zbekiston Kubogi bahslarining ikkinchi bosqichi Jizzax shahrida davom etdi. Musobaqada hududlardan kelgan 67 nafar poygachilar g'oliblik uchun trassaga chiqishdi. Dastlabki kunda milliy rusumdagi hamda A7 sinfidagi avtomobillar boshqaruvidagi sportchilar raqobati kuzatilgan bo'lsa, ikkinchi kunda qatnashchilar A8 va bagi toifalarida bahs olib bordi. Farhod Daminov boshchiligidagi hakamlar jamoasi ishtirokchilarining harakatini nazorat qilgan holda natijalarni belgilab bordi. Avtokross eskitdan o'tkazilib kelinayotgan an'anaviy musobaqa. Endi o'zi avtokrossda Jizzax viloyati, Toshkent shahri, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari kuchli sportchilar hisoblanadi. Birinchi o'sha Jizzax bilan Toshkent shahri pastdan konkurent qilishadi. Endi O'zbekiston chempionati kuzda bo'ladi, oktyabr-noyabr oylarida. Jizzaxda bo'ladimi? U ham xuddi shu trassada bo'ladi. Har yili Jizzaxdagi tadbirimizga qancha tadbir nimalar kelishadi. O'sha asosan fevral-mart oylarini mo'ljallab qilamiz. Ob-havoni yaxshi sharoitiga to'g'ri kelsa musobaqalar. Natijalarga ko'ra A7 sinfida birinchi o'rinni Jizzaxning Best klubi a'zosi Temur Malik Ahrorqulov egalladi. Sirdaryolik Temur Narziqulov ikkinchi bo'lgan bo'lsa, Navoiylik Ulug'bek Muxtorov 3-pog'onadan joy oldi. Nexia rusumdagi milliy avtomobillar poygasida poytaxt jamoasi sharafini himoya qilgan Umid Soatov g'olib bo'ldi. Undan so'ng finishga mezbon sportchilar Samandar Husanov hamda Furqat Ahrorqulovlar yetib kelishdi. Maxsus bagilar poygasida poytaxtlik Ravshan Qobilov birinchi, samarqandlik sportchi Mirzajon Rahmatov ikkinchi, mezbon Xurshid G'aniyev uchinchi bo'ldi. A8 sinfida mezbonlar vakili Furqat Ahrorqulov eng yuqori ko'rsatkich bilan peshqadam bo'ldi. Poytaxt jamoasi a'zosi Farruh O'runov hamda Nikolay Sayevlar ikkinchi va uchinchi o'rinlarni band etishdi. Umumjamoada Jizzaxning Best klubi g'olib sifatida kubokka ega chiqdi. Endi Piskent shahrida halqa yo'llari bo'yicha poyga bahslari bo'lib o'tadi. O'zbekiston chempionati oktyabr va noyabr oylarida Jizzaxdagi ushbu trassada o'tishi belgilangan.